Qishda semiradigan labom ekranga yaqinroq o'tiringlar, sababini hozir tushuntiraman. Birinchisi bu harakatsizlik. Ko'cha sovuq, uyingiz esa issiqqina uyda issiqqina ko'rpani tagida mazza qilib uxlashni ko'proq afzal ko'rganingiz uchun semirasiz. Ikkinchi sabab quyosh kam chiqishi. Chunki quyosh kam chiqishi sabab sizda vitamin D pasayishni boshlaydi. Serotonin va melatonin gormonlaringizda buzilishlar yuzaga keladi. Aynan bu gormonlar buzilgandan keyin sizda kayfiyat tushishni boshlaydi. Natijada siz shirinlik va o'ta yog'li bo'lgan mahsulotlarga ehtiyojingiz ortib boradi. Uchinchi sabab esa suvni kam ichishingiz. Chunki suv kam ichganingizdan keyin sizning tanangizda metabolizm sekinlashishni boshlaydi. Natijada esa yog' yig'ilishi tezlashishni boshlaydi. Aynan mana shu uchun siz qishda semirasiz. Qishda semiradiganlar tushkunlikka tushishga hojat yo'q, sizlar uchun ajoyib yechimi bor. Chunki inson qishda yozdagidan nisbatan 10% tezroq ozishi mumkin bo'ladi. Bu qanaqa bo'lishini esa men sizlar bilan keyingi reelsda bo'lishaman.